Lekin bu dunyo amaliyotida hatto Amerika, Germaniya, Fransiya davlat rahbarlari ham topshiradi, bilasiz. Yoki ommaga e'lon qiladi. Mana yaqinda Qirg'iziston e'lon qildi. 3 ta mulki bor ekan Sadir Japarov. Mana shu qarang. O'sha bir joyda 24 sotik yeri bor ekan. Yana 2 ta mulki bor ekan. Mana prezidentlar shu deklaratsiya natijasini xalqqa e'lon qilyapti. Mana men Qirg'iziston prezidenti 3 ta mulkim bor. Hammasini shu adresim bilan ko'rsatyapti. 3 ta. Bu albatta juda madaniylashgan bir nazorat tizimida bu. Uni o'zi xarajatini qo'yadi, keyin albatta davlat tekshiradi, to'g'ri ko'rsatdimi deb. O'zi daromad manbalarini ham ko'rsatadi, keyin tekshiradi ular. O'zi ixtiyoriy taqdim etadi. Mana shu moliyaviy yilda 3 ta manbadan shuncha daromad oldi. Yoki bir mulki bo'lsa, birov ijaraga qo'ygandir. Ijara shartnomasi asosida olayotgan puli ma'lum. Shuning uchun bu korrupsiyaga qarshi kurash yo'lidagi bitta muhim qadam bo'ladi. Agar shuni o'tsak. Lekin o'tilmaydi. Hozirgacha o'tilganmiz. O'tilganmiz.